Assalomu alaykum, hurmatli vatanparvar tashkilot kuzatuvchilari. Mana bugun vatanparvar tashkiloti Samarqand viloyat kengashida Yevropa davlatlarida haydovchilik sohasida ishlash istagida bo'lgan fuqarolar bilan Swift Road Transport Akademiya migratsiya agentligi va vatanparvar tashkiloti hamkorligida onlayn seminar tashkil qilindi. Mana biz imigratsion ketdik desak ishga. Bu yerda xarajati, migratsion xarajati qancha bo'ladi? Bu 6 million 200 dan tashqari. Xarajatlar bo'yicha so'radingiz. Bu to'g'ri savol. Bitta narsa, xarajatlar har xil. Ish beruvchidan tashqari ish beruvchi ko'p narsalarni xalqqa beradigan tashkilot. Xalqaro yo'nalishda ishlasangiz, xalqaro yo'nalishda ishlayotganlar uchun butun Yevropeyskiy strafovklar hamma Yevropaga o'tadi. Bu hammasi mutlaqo tekin ish beruvchining o'zi qiladi. Sizni ishga oformleniya qilgandan keyin обязательно sizga ikkita strafovka karta beradi.